Vaznim misol uchun aytaylik, siz 75 ga tushdim. Dilshodda endi menga shu vaznni qotirishni nima qiling, o'rgating. Men nima deyman siz? Men qanaqadir miqdorda pul topdim. Shu pulni qotirishni o'rgating menga. Kamaymasin. To'g'rimi? Imkon bormi? Yo'q. Men ingliz tilini o'rgandim. Shu ingliz tilini qotirib qo'yaylik, shu joyga hech qachon esimdan chiqmasin siz. Imkon yo'q. Hop, uni qotirish yo'li qanaqa siz? Pulingiz bormi? Ha, doim ishlang, iqtisod qiling, keraksiz rasxodlarni qilmang va pul topishda davom eting. Ingliz tilingiz qolishini xohlaysizmi? Doim ingliz tilida o'qing, doim o'zingizni ishlang va ingliz tilini tashlab qo'ymang. Vaznni qotirish ham xuddi shunaqa narsa. Vaznni mix bilan o'tib o'tgan bilan qoqib qo'yib bo'lmaydi-da, o'sha siz o'sha yerda qoladigan qilib. Bizda mana shu imенно tibbiy, mana shu ozish bilan bog'liq bo'lgan saviyani, malakani, tushunchani pastligi ayni o'sha ko'p va'da qilib dori sotayotganlar bor, o'shalarga qo'l kelyapti. Sabab nimaga? Sabab haligi bechara odam tasavvur zo'r emas. Tasavvur zo'r bo'lmaganligi tufayli nima qiladi? Siz bir telefon qilsa, naryoqda o'tirgan, poylab turib toz kim telefon qiladi. Shap ushlaydi, keyin dorini nima qiladi? Har xil va'dalar bilan sotadi.